Siz aniq yakatlisiz. Yakatli bo'lib turib, aniq bu joyda bilmaysiz. Nimaga bunaqa deyapman? Hozir Xurkaroyga so'z navbatini beramiz. Yakatliklar, shettamsizlar. Hozir ichkariga kirib, hamma narsasini o'zim zo'r qilib beraman. Video boshlanishidan oldin bitta like bosib qo'yinglar. Qaranglar do'stlar, bitta TVga ko'taramiz. Katta. Yakatliklar, bu yerda shunaqa parfumeriyalar bor ekan, nimaga bilmaysizlar? Atirlarni qaranglar. Undan tashqari, Bu joyda murskoy, hattoki ayollarimizga ham. Undan zo'rini aytadigan bo'lsam, bu ko'rib turgan novoy atirlarni qarang. 75 ming so'm, 110 ming, 75 ming. Qarang, narxi 30%dan 50%gacha skidka deyapti. Bunaqasi bo'lmagan. Undan tashqarisini aytadigan bo'lsam sizlarga, dastlabki xizmati bor deyapti. Qanaqa deydiganlar uchun 50 minglik narsa olsangiz, yakat ichida shuning ovor berishar ekan mutlaqo bepulga. Qani bu yakatliklar? Siroshin bitta like bosib qo'ying. Yakatliklar undan tashqari hozir Xurkaroy yana bitta ma'lumot berib o'tib ketamiz. opalarimizga 3 tasi birda troykalarimiz 170 ming, undan tashqari kichkina bolalarga ham 70 mingdan kiyimlar bor. Ko'rayotganlaringdek assortiment juda ham katta, ayollarimizga ham kiyimlarimiz bor. Bu yerda manzilga keladigan bo'lsak, hozir tushuntiraman. Manzilga keladigan bo'lsa, Yakat sentrini ko'pchilik biladi. Sentri qayerda deydiganlar uchun 5 ko'cha. Baqo'dan kelganlaringda 5 ko'chadan o'tganlaringdan keyin chap qo'lda o'sha magazin keladi. Undan tashqari Tashlar tarafdan kelganlaringda Yakat to'yxonasini ko'ryapsizlar. Shuni o'tishlaringda o'ng qo'lda keladi. Mana shu videoda Yakat uylarga bitta tashlab qo'yinglar. Qani Yakat uylarida aktivi qanaqa ekan? Bittadan like bosib, kommentariyaga men Yakat uyman deb yozib ketsangiz chiqmas. Sog' bo'ylar, omon bo'ylar, hammani ayni xudo xohlasa kutib qolamiz. Sog' bo'ylar.